aktualniy problemalar bormi? Domlarda ayni aktualniy problemalar bo'ladi. Nima deb o'ylaysan o'sha? Parkovka. Parkovka. Bu domimizda qarasanglar, bu yerda parkovka deysizmi? Mana bu tomon deysizmi? Bu tomonmi? Любой tomonda o'sha parkovka bor. Eng tomoni, eng zo'r tomoni bu ham parkovka deysizmi? Mana bu yerda ko'ryapsizmi? O'zini bemalol detskiy plashatkalar qilib qo'yilgan. Bemalol bu yerda endi ayollar yuribdi. Endi ayollar yuzi tushib qolmasligi uchun men u yerda yaqinroqdan olmayapman. Lekin mana bu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol bolalar o'ynaydigan joy. Bu domimiz 6-etajda joylashgan. Ko'ryapsiz, Mirzo Ulug'bek tumani, Parkinskiyda va Parkent Avenue deydi. Buni eng elitniy va eng zo'r tomonlari qilib ketilgan. Hozirgi uy ichini kiritib ko'rsatamiz. Bu uyimiz shundoq uyimizga kirganimizda 6-etajda joylashgan. Ko'ryapsiz, mana bu shuni o'ng tomonimizda, bizda chap tomonimiz to'g'rirog'i общий sanuzil qismi, mana bu ko'ryapsizmi, texnikalar hammasi chiroyli texnikalar qo'yib ketilgan. Media, o'zingizlar o'ylaydi, media ham eng padarkali texnikalarimiz haqiqatda zo'r qilib ketishgan. Bu tomoni bizda endi o'ng tomonimizda bizda garderob xonasi bo'ladi va bu studiya variantda qilib ketilgan. Ko'rsanglar, bu bemalol mebelni texnikalar hamma narsa qolib ketilgan va bu tomoni bizda oshxonamiz bo'ladi, ko'ryapsiz. Oshxonamiz o'zini, oshxonada ham o'zini balkoni bor va bu tomonni chiqsanglar, bizda rasmlari qo'yib ketishgan, ko'ryapsiz va bu tomoni bizda yotoqxonasi hisoblanadi. Yotoqxonasi ham haqiqatda zo'r qilib qo'yishgan. Buni ham o'zini bu yerda buni balkoni bor. Shuni balkondan chiqamizlik. Shuni balkondan bundoq vid ochsanglar bo'ladi, ko'ryapsizmi? Prestijniy joy, narxi aytganimdek $90,000 deyilyapti. Bunaqa rayondan va bunaqa joydan topish qiyin, srochniy narxlarda sotilyapti. Past telefon nomerini qoldirganman, aloqaga chiqing.